So'nggi yillarda vazn yo'qotish mahsulotlari juda ko'payib ketdi. Ularning ba'zilari shifokorlar tomonidan tasdiqlangan dori vositalari, boshqalari esa qo'shimchalar bo'lib, oson va tez natija va'da qiladi. Bugun biz ularni qanday ishlashi, xavfsiz yoki yo'qligi va soxta reklamalarga qanday qilib aldanib qolmaslik haqida aytib beramiz. Vazn yo'qotish mahsulotlari, turlari va ularni ishlash usuli shifokorlar tomonidan tavsiya qilinadigan dori vositalariga GLP-1 retseptor agonistlari kiradi. Bu haqida alohida videomiz bor, uni kirib tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu dorilarning ro'yxatiga Ozempic, Wegovy va Mounjarolar kiradi. Ularning ta'siri qanday bo'ladi? Ishtahani kamaytiradi, qondagi shakar darajasini nazorat qiladi. Keyingi dori Orlistat. Bizdagi eng mashhur nomi bu Orlib deb ataladi. Bu dori ko'pincha aholi orasida noto'g'ri tushuniladi. Ko'pincha buni yog'ni eritadi deb o'ylashadi. Aslida bu dori ichaklarda yog' so'rilishini kamaytiradi. Shu tufayli axlat tarkibidagi yog'ning miqdorini ko'paytirishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu yog' o'zi asli sizning yog'ingizni erigan holat emas, balki yegan ovqatingizdagi yog'ni so'rilmagan qismi hisoblanadi. Keyingisi fentermin va tapiramid. Buni brend nomi Ximia deb nomlanadi. Bu ishtahani pasaytiradi, metabolizmni tezlashtiradi. Yuqorida sanalgan dori vositalari bu tibbiy tasdiqlangan va aksariyat holatlarda ozish uchun doktorlar tomonidan bemorlarga buyurilgan vositalar hisoblanadi. Keyingisi dorixonalarda erkin sotiladigan qo'shimchalar, termogenik moddalar hisoblanadi. Bizda yog' erituvchilar deb nomlanadi. Bular metabolizmni tezlashtirishni va'da qiladi. Bularga kofein, ko'k choy ekstrakti va yohimbin qo'shimchasi qo'shilgan bo'ladi. Bulardan tashqari ishtahani kamaytiruvchi moddalarga Garcinia cambogia deb nomlangan o'simlik ekstraktlari kiradi. Bular uglevod va yog'larning so'rilishini bloklaydi deb da'vo qilinadi va ko'pincha ilmiy dalillarsiz reklama qilinadi. Oziq-ovqatlarning o'rnini bosuvchi mahsulotlar va oqsilli kokteyller ba'zan foydali bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatli yechim emas. Bu kokteyller, ya'ni oqsil saqlovchi kokteylerlardan qo'llanadigan maxsus xos joylar bor. Bu joylar aksariyat holatlarda kasallikdan qayta tiklanayotgan bemorlar, ba'zi holatlarda yoshi katta qariyalar, lekin ozdiruvchi kokteylerlardan foydalanish sizdagi ozishni uzoq muddatli yechimi hisoblanmaydi. Shuni nazarda tuting. Yuqoridagilarning samarali darajasi qanday? Ko'plab mahsulotlar tez va oson natijalarni va'da qiladi, ammo barqaror ozish uchun siz hayot tarzingizni to'g'ri o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshqa videolarimizda aytganimizdek, siz o'sha turmush tarziga o'zingizda xulq shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Hattoki tibbiy dori vositalari ham sog'lom ovqatlanish va harakatni ko'paytirish bilan birga qo'llanish tavsiya qilinadi. Ularni o'zini alohida qo'llab, to'g'ri ozish va natijaga erishish mumkin emas. Aksariyat qo'shimchalar va'da qilgan natijasini bermaydi. Aksariyat ko'p va'da qilishdan maqsad uni oluvchilar sonini ko'paytirish bo'ladi. Ularning xavflari, zararli ta'sirlari qanday? Bu ichiladigan dorilar ba'zan ko'ngil aynitishi, ich kechishi, yurak muammolari kabi nojo'ya ta'sirlarga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi qo'shimchalar tarkibida zararli yoki taqiqlangan moddalar ham bo'lishi mumkin. Ko'plab qo'shimchalar mutlaqo nazoratsiz sotilmoqda. Bu esa ulardan foydalanish xavfini yanada oshiradi. Qo'llanishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Shifokor bilan maslahatlashish, hatto tabiiy deb reklama qilingan mahsulotlarni ham to'liq tarkibi haqida bilish va ularni ehtimol xavflari haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Mo'jiza kutish kerak emas. Vazn yo'qotish vaqt, mehnat va turmush tarzini tubdan o'zgartirishni talab qiladi. Mahsulot tarkibini o'rganing. Tarkibida kimyoviy qo'shimchalar yoki kuchli stimulyatorlar bo'lgan mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Sabab siz ozgandan keyin ham sog'lom bo'lishingiz kerak. Soxta reklamalarga e'tiborli bo'ling. Ko'p holatlarda firibgar kompaniyalar taniqli shifokorlarning nomidan yoki ularning videolarini tahrir qilib mahsulotlarni sotishga harakat qilmoqda. Shaxsan men hech qanday vazn yo'qotish mahsulotlarini reklama qilmayman. Internetda meni yoki boshqa shifokorlarning videolaridan foydalanib noto'g'ri ma'lumotlar tarqatayotgan firibgarlar bor. Agar siz shunday reklamalarni ko'rib qoladigan bo'lsangiz, albatta siz o'sha shifokorga shaxsan aloqaga chiqib, shu qilinayotgan tavsiya u doktor tomonidan aniq qilinganmi yoki yo'qmi, bunga aniqlik kiritib oling. Bir haftada 10 kilogramm vazn yo'qotasiz. Bu realistik va'da emas. Dietasiz, mashqlarsiz, ovqatlanishingizni o'zgartirmasdan vazn tashlash. Bu ham yolg'on va'da hisoblanadi. Sabab hech qachon biz ovqatlanishimizni va turmush tarzimizni o'zgartirmasdan turib, to'g'ri vazn yo'qota olmaymiz. Undan tashqari tibbiy tekshirilmagan mahsulotlarga e'tibor bering. Ular xavfli bo'lishi mumkin. Taniqli mutaxassislarning ruxsatsiz montaj qilingan videolarga ham e'tiborli bo'ling. Unda qanday to'g'ri yondashamiz? Vazn yo'qotishda kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Vazn yo'qotish mahsulotlari yagona yechim bo'la olmaydi.
sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va uyqu yetarli bo'lmasa, hech qanday qo'shimcha turg'un vazn tashlashga foydali bo'lmaydi. Fast foodlarni cheklash, shakarni kamaytirish va shirin suyuqliklarni kamaytirish, kuniga 30 daqiqa harakat qilish, yuqorida aytilgan uyqu va turmush tarzidagi tartiblarga rioya qilish har qanday ozdıruvchi tabletka yoki qo'shimchadan samaraliroq natija beradi. Genetika va metabolizm farqlari tufayli har bir kishida ozish jarayoni har xil bo'ladi. Gormonal disbalansi ozish jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari psixologik faktorlar, stress va depressiya ortiqcha ovqatlanishga sabab bo'lishi mumkin. Ogohlantiramiz. Vazn yo'qotish mahsulotlarini ishlatishdan oldin ularni tarkibini va xavfsizligini albatta tekshiring. Shifokor bilan maslahatlashmasdan dorilarni qabul qilmang. Internetdagi reklamalarga e'tiborli bo'ling. Bu video yuzasidan fikr yoki mulohazalaringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.